alaykum. Xush kelibsiz bizni sinfimizga. Bizni sinfimiz bugun juda qiziqarli o'yinchoqlar yasab kelishgan. Biz sinfimiz bilan telefon o'ynashga qarshimiz va telefonni o'yindagi o'yinlardan ko'ra biz o'zimiz qo'l ishida o'yinchoqlar yasab keldik. Hozir biz buni taqdim qilamiz. Tayyormizmi bolalar? Ha! Boshlaymiz. Bu o'yinni Abdusalom yasab keldi. Bu o'yinda ikkita komanda bo'ladi. Qizillar va yashillar va ikkita komanda mana bunday shakldagi koptokchalarni mana bu yerga qo'yib Abdusalom va navbat-navbati bilan oting. Mana shunday qilib o'yinni o'ynaladi. Otchi Abdusalom? Yaxshi. Bu o'yinimiz ham juda ham qiziqarli bo'lib, buni Yusufjon va Azizbek o'quvchi, eng a'lochi, eng odobli o'quvchim yasab kelgan. Hozir buni sizlarga ko'rsatib beradi, marhamat. Xo'p, bunda mana bu havo sharlarini mana shu joyda ko'rsatib berish kerak. Qani Azizbek, hozir sen menga mana shuni ko'rsatib berdi shu yerda. Mana shuni. Mana. Yaxshi. Endi mana buni ko'rsatib ber. Mana bu havo sharini yashang. Mana bu havo shari qanday bo'ladi? Yaxshi. Mana bunisi qanday bo'ladi? Yashang. Qani? Bu juda ham qiziqarli bo'lgan ko'pikchali sharchalarimizni bizni go'zal qizlarimiz Solihaxon bilan Solihaxon yasab kelishgan. Hozir sizlarga ko'rsatib berishadi. Marhamat. Tepaga qarang. Bo'ldimi? Yaxshi. Bo'ldimi? Yana o'zlari qiziqib, yana o'yin yasab, qiziqarli o'yinchoq yasab kelishgan. Hozir buni taqdimot qilib berishadi. Qani qizlarim? Bolachani kulgan holatini va yig'lagan, bu kulgan holati, bu yig'lagan holati. Bolalar yoqdimi? Bular egizak bo'lishgan uchun va qiziqishgan uchun ko'proq narsa yasaymiz ustoz deb bular yana o'yin, bu ko'proq yozda ishlatib bir-biriga suv sochadigan pistoletcha yasab kelishgan. Marhamat ko'rsatib berasizlarmi? Ash tomonga nima qilib berasizlar? Terasizlar. Tamam, nimaga qilaver do'stga? Yaxshi. Qani Soliha? Ha, buni ashnaqada ham qilaver, ashnaqasini ham. Ana, qani qarsak olamiz. Bu o'yinimiz juda ham bir hali bolaning xotirasini, bir diqqatini jalb qiladigan o'yin. Bu Rejabayeva Roziyoxon qizim yasab kelganlar, juda ham chiroyli. Buni manaqasiga O'zbekiston bayroqlarini ham nima qilib yopishtirib kelganlar. Qani o'zingiz taqdimot qilib bering qizim. Ana. Yasab kelgan Qoshimjon va Soliha juda ham qiziqarli bolachalar bilan o'ynasa, bular telefon o'ynashmayapti-da. Bular endi o'yinchoqlar yasab o'ynashyapti. Qani qizim? Nima qilmaydi?